Assalomu alaykum qadrli talabalar. Mavzumizni kelgan joydan davom ettiramiz. Russell Wittgenstein va til, ya'ni til va mantiq masalasi jadval asosida ko'rsatib berilgan. Demak, asosiy jihatlar, asosiy yo'nalishlar. Mantiqiy tahlil, aniq til va mantiq. Xo'p, Russellning bo'yicha, ya'ni Wittgenstein bo'yicha tilning mantiqiy tuzilishi va til o'yinlari. Tilga qarash. Russellda til mantiqiy tuzilishga ega aniq ifoda vositasi. Wittgenstein til dunyoni ifodalash vositasi. Dastlabki davr va til o'yinlari keyingi davr. Mantiqiy matematika. Ilmiy bilimlar mantiqiy va matematikaga asoslanadi. Ya'ni matematikaning ham o'zining tili bor deyishmoqchi. Tilning mantiqiy chegaralarini belgilaydi. Ma'noni anglash. Tilni mantiqiy formulalar orqali soddalashtirish bu Russellning fikri. Ma'no tilning kontekst va ishlashishiga bog'liq deydi Wittgenstein. Falsafiy muammolar, noaniqlik va chalkashliklarni mantiqiy tahlil yordamida hal qilish. Tilning noto'g'ri ishlatilishi falsafiy muammolarni keltirib chiqaradi deydi Wittgenstein. Xo'sh, bu ularning asarlari. Til orqali ilmiy tushuncha aniqligi. Xo'p, ilmiy tushunchalar, tilning ilmiy tushuncha roli. Xo'p, til haqiqat yaratilishiga dagi bosqichlar. Qiyosiy jadval. Demak, tilning roli, natija. Ijtimoiy kontekst. Til orqali inson tafakkuri tashqi shaklga chiqadi, ya'ni inson fikrini ifodalay oladi demoqchi. Fikrlar anglanadi va uzatiladi. Buning natijasida tushuncha yaratish. Til abstrakt tushunchalarni yaratadi. Erkinlik, xalq, tenglik. Yangi tushunchalar orqali dunyoni ko'rish usuli paydo bo'ladi. Haqiqatga nom berish. Til vositasida nom beradi. Hodisalarga nom beradi va ularni tasvirlaydi. Hodisalar va narsalar til orqali haqiqat sifatida tan oladi. Haqiqatni shakllantirish. Til hodisalarni izohlash, ularning ma'nosini belgilaydi. Haqiqat tushunchasi til orqali ongda shakllanadi. Haqiqatni barpo etish. Til orqali yaratilgan tushunchalar ijtimoiy ongda mustahkamlanadi. Yaratilgan haqiqat tabiiy yoki mavjud deb qabul qilinadi. Karl Popper va soxtalashtirish mezoni, ya'ni bu yerda soxtalashtirish deganda falsifikatsiya nazarda tutilyapti. Karl Popperning bir antiqa juda bir qiziq fikr bor. Demak, asosiy ta'rif falsifikatsiya bu biror ilmiy fikrni tajriba orqali noto'g'ri ekanini ko'rsatish mumkinligi degan. Ya'ni noto'g'ri ekanligini ko'rsatish mumkinmi, mumkin emasmi? Agar bir nazariyani rad etib bo'lmasa, u ilmiy emas deydi Karl Popper. Ya'ni bir nazariyani rad etishning imkoni bo'lishi kerak. U ilmiy bo'lishi uchun. Bu nega muhim deydigan bo'lsak, ilmiy nazariya har doim rad etilishi mumkin bo'lishi kerak. Har doim to'g'ri chiqadigan fikr dogma yoki e'tiqod hisoblanadi. U ilmiy bo'lmaydi. Ya'ni har doim to'g'ri chiqadigan narsa u ilmiy hisoblanmaydi. Falsifikatsiya ilmiy tafakkurning yuragidir. Falsifikatsiya bu ilmiy tafakkurning yuragidir. Karl Popper juda bir kuchli fikr bildirgan. Xulosa, falsifikatsiya bu haqiqatga erishish uchun sinovdan o'tadigan yo'l. Har qanday aqlli fikr emas, sinovga chiqadigan fikr ilmiy hisoblanadi. Popper bizni doimo savol berishga va fikrlarni sinovdan o'tkazishga undaydi. O'sha misollar. Fikr falsifikatsiyalanadimi ilmiy darajasi? Demak, hamma qushlar uchadi. Ha. Pingvin uchmaydi. Demak, bu ilmiy falsifikatsiya. Uni rad etish mumkinmi? Mumkin. Xo'p, baxtli odamlar ichida quyosh porlaydi. Tekshirish mumkinmi buni? Yo'q, tekshirib bo'lmaydi. Demak, noilmiy. Keyingisi, suv 100 gradusda qaynaydi.
Ha, laboratoriyada sinov tushishi mumkin. Demak, bu ilmiy. Taqdir oldindan yozilgan. Yo'q, bu empirik isbot emas. Ya'ni buni oldindan yozilganligini biz tajriba orqali sinolmaymiz. Yo ilmiy faktlar orqali bunga nima deydi? Buni falsifikatsiyalashtira olmaymiz. Shuning uchun bu noyo'nli fikr. Qisqacha jadval. Popper modeli asosiga nazariyani baholash. Muammo. Nimani tushunmayapsiz? Nima sababdan? Xo'p, demak, savol qo'yiladi. Qisqacha jadval Popper modeli asosida nazariyani baholash. Demak, muammo. Nimani tushunmayapsiz? Nima sababdan zang paydo bo'ladi? Gipoteza. Nega bu hodisa yuz beradi? Namlik sabab bo'lishi mumkin. Tajriba. Qanday qilib sinaymiz? Har xil sharoitda metalni kuzatamiz. Xo'sh, rad etish mumkinmi? Bu fikr noto'g'riligini qanday isbotlaymiz? Quruq joyda ham zang paydo bo'lsa noto'g'ri bo'ladi. Natija: fikr o'zgaradimi yoki mustahkamlanadi? Yangi gipoteza shakllanadi. Zamonaviy falsafa va sun'iy intellekt haqida fikrlaymiz. Xo'sh. Zamonaviy falsafa va sun'iy intellekt. Asosiy savol: sun'iy intellekt ongli bo'la oladimi? Mashina tafakkur qiladimi yoki faqat hisoblaydimi degan savollar qo'yilgan falsafada. Demak, yondashuv ong falsafasida mashina onga ega bo'ladimi? Vakillar, masalan, Jon Searle, ya'ni bularning tajribasi, vakillar g'oyalari, etika. Sun'iy intellekt qarorlardan kim javobgar? Ya'ni sun'iy intellekt bergan qarorlarga kim javobgar? Yoki bo'lmasam bilish nazariyasi. Sun'iy intellekt haqiqatni tushuna oladimi? Bilimni qay tarzda egallaydi? Yoki bo'lmasam metafizika. Sun'iy intellekt o'z-o'zini qanday anglay oladimi? O'zlik nima degan? Bularning barchasi falsafiy, ya'ni g'arb falsafasining vakillari 3-qatorda berilgan. Bular o'zlarining g'oyalarida, misol uchun, buni ko'rsatib o'tyapti. Xulosa: zamonaviy falsafa sun'iy intellektni faqat texnologik emas, ontologik, axloqiy va bilish doirasida o'rganadi. Sun'iy intellekt bizni o'zimizni anglash, inson nima degan savolga chuqurroq qarashga majbur qiladi. Bu mavzu hozirgi zamon falsafiy muhokamalarining markazida turadi. Kognitiv nazariya va demak, sun'iy intellekt integratsiyasi. Aql axborotni qayta ishlovchi tizim. Sun'iy intellekt integratsiyasi aql ma'lumotlarini qayta ishlash va qaror qabul qilish tizimi. Inson miyasi kompyuterga o'xshaydi. Kognitiv nazariyada. Xo'p, sun'iy intellekt integratsiyasi esa kompyuterlar dasturlari yordamida inson aqlini taqlid qiladi. Tushunish, eslash, eslab qolish, fikrlash jarayonlari yordamida tilni tushunish, muammolarni hal qilish mumkin. Aqlning faoliyati modellashtiriladi. Neyron tarmoqlar mashinani o'rganish orqali nima qiladi. Demak, fokus inson fikri va idrok jarayonlari yordamida avtomatik qaror qabul qilish va o'rganish. Falsafaning 21-asrga ta'siri. Demak, 21-asrda falsafa zamonaviy texnologiyalar, ijtimoiy o'zgarishlar va global muammolarga quyidagicha ahamiyatga rolga ega. Asosiy ta'sir sohalar, misol uchun texnologiya, sun'iy intellekt, falsafa, sun'iy ong, axloqiy masalalar va inson mashina munosabatlarini tahlil qiladi. Madaniyat va jamiyat, globalizatsiya